Egizak farzandlarni dunyoga keltirmoqchi bo'lsangiz, bu maslahatlarimga quloq tuting. Egizak farzandni 100% kafolatlaydigan hech qanday belgi yo'q. Faqatgina unga moyillik qiladigan omillar bor. Bulardan birinchisi irsiyat. Agar onaning urug'ida egiz homiladorlik bo'lsa, ayniqsa ikki tuxumdan rivojlangan egiz homiladorlikka moyillik yuqori bo'ladi. Ikkinchisi ayolning yoshi. Ayollarimiz 30-35 yoshda homilador bo'ladigan bo'lsa, bunda egiz homiladorlikka ehtimol yanada ko'proq bo'ladi. Uchinchi fakt bu ayollarimizning takroriy tug'ruqlari. Birinchi tug'ruqqa nisbatan ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi tug'ruqlarda egiz homiladorlikka moyillik oshadi. Agar sizda egiz homilador ko'rish havasi bo'ladigan bo'lsa, bunga albatta individual yondoshing va shifokorga murojaat qiling. Mening sahifamga obuna bo'lishni esa unutmang.